alaykum chorg'ishvozlari. Bugun sizlarga suti bolalaridan ko'rsatamiz. Bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 24-iyun 25-iyun. Mana molimiz ko'rsangiz bo'ladi. Buni yerimlari suti bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bo'ylari 120 ga olaverasizlar. 3 oylik bo'g'oz. Buni narxiga kelsa 23,5 million. 23,500,000. Bunisini ko'rsangiz bo'ylari 120 plusda chiqadi. Bunisini ko'rsangiz, bunisini ham suti bor. Qanchalik bilan mana yerimlarini ko'rsangiz bo'ladi. Tug'ganda 18 litr sut beradi. 4 oylik bo'g'oz. Buni tishlari zo'r, bo'yi 120 ga olaverasizlar. Buni ko'rsangiz, bunisi 5 oylik bo'g'oz. Buni narxi 23 million kami bor. Bu birinchisiga 2 yurak ekan. Bunisini ko'rsanglar bo'ladi. Bunisini 6 oylik bo'g'oz. Puli necha pul buni? 21,500,000 kami bor. Hammasini birinchisiga. Hamma mollarimiz ko'rsangiz bo'ladi. Yerim holatlarini ko'rsangiz bo'ladi. Mana hammasini yerim holatlarini ko'rsatamiz hozir. Mana yerim holatlari ko'rsanglar bo'ladi. O'ta ham yuvosh. Mana ularni O'zbekiston bo'yicha, Ponni viloyat bo'yicha dastavkalari bor ichida.